Izboskan tumani Axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Aziz kitobxonlar, 14-fevral buyuk davlat arbobi, shoh va shoir Andijon farzandi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 542 yilligi keng nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan Bobur g'azallaridan havola etamiz. Sochining savdosi tushdi boshima boshdan yana. Tira bo'ldi ro'zg'orim, ul qaro qochdim yana. Men xudul tifli parivashga ko'ngil berdim, vali xonimonim nogahon buzilmag'ay boshdan yana. Yuz yomonlik ko'rib andin telba bo'lding, ey ko'ngil, yaxshilikni ko'z tutarsen, ul parivashdan yana. Tosh urar atfol meni uyda forig, ul pari telbalardek qichqurur men har zamon toshdan yana. Oyog'im yetguncha Boburdek ketar erdim, netay sochining savdosi tushdi boshima boshdan yana.